Assalom tumandoshlar. Bugun siz bilan Begobod tumanining Bo'ston mahallasida bo'layotgan o'zgarishlar va islohotlar bilan yaqindan tanishamiz. Bu yerda nafaqat keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari, balki ko'ngilni ko'taradigan tadbirlar ham tashkil etilmoqda. Elam desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Elam desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Jonimning chirog'i, gul oftobi gulali, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. Bugun Bo'ston mahallamizda Navro'z bayramining shukuhi hali ham davom etmoqda. Bugun e'tibor beradigan bo'lsangiz, butun tadbirlar o'tkaziladigan bir ko'chani boshida turibman. Avvalambor bu yerda bo'layotgan bugungi bayramimiz, bo'layotgan konsertimizga butun Bo'ston mahallasining nuroniylari, onaxonlari, nuroniy otaxonlari tashrif buyurgan. Bu bayram tadbiri juda boshqacha bo'layapti. Navro'z bayramini xuddi davomchisi bo'layapti. Biz hozir konsertni tomosha qilyapmiz. Bundan chiqib to'g'ri mana mahallamizni yana davom etadigan joyda sport o'yingohi bor. U yerda musobaqalarni ham tomosha qilamiz. Shundan keyin bizni Bo'ston mahallamizning yangi qurilgan binosini ochilishiga butun nuroniy otaxon, onaxonlarimiz hammasi o'sha yerda bayramni tadbirini oxiriga yetkazamiz. Shuningdek, kuni kecha davlatimiz rahbarining jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan sport maktabida nuroniylar va yoshlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Bu esa avlodlar o'rtasidagi hamjihatlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda muhim omil bo'ldi. Ayni paytda hududda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari har birimizga faxr bag'ishlaydi. Tumanimiz kundan kunga yangilanib, chiroy ochib bormoqda. Yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida, ayniqsa 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili doirasida hududlarda sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Begobod tumanida 20 dan ortiq mahallalarda yangi, zamonaviy binolar qad ko'tarmoqda. Aynan shunday mahallalardan biri Bo'ston mahallasi. Bu yerda yangi mahalla binosi barpo etilib, zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan holda foydalanishga topshirildi. Hudud infratuzilmasi to'liq yangilanib, aholi uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Ko'chalar obodonlashtirildi, ijtimoiy obyektlar va jamoat joylari zamonaviy qiyofa kasb etdi. Eng muhimi, bu o'zgarishlar aholining turmush sifatini yaxshilash, ularning ertangi kuniga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Zero, yangilanayotgan mahalla bu yuksalayotgan jamiyat demakdir. Mana shunday chiroyli zamonaviy binoning ochilishi 18-si bo'lyapti Bo'ston mahallamiz. Goh mana shu bino sizlarga buyursin. Birinchi prezidentimizga katta rahmat. Mana bugun bizni Bekobod tumanimizda juda misli ko'rilmagan o'zgarishlar, bitta chiroyli qurilishlar, shunaqa bir chiroyli islohotlar bo'layaptiki, muhtaram prezidentimizning bizni Bekobod tumaniga ko'rsatgan mehrlari, chiqargan qarorlari tufayli mahallalar, shahrimiz, Zafar shahri juda chiroyli bir ko'rinishga ega bo'ldi. Misli ko'rilmagan darajadagi qurilishlar bo'lyapti. Mana bugun Bo'ston mahallamizni ochilishi bo'ldi. Biz mana shunday chiroyli islohotlar uchun oilalarning tinchligini saqlashda, farzandlarimizni chiroyli tarbiya qilishda, kerakli odob, axloqlarni o'rgatishda labbay deb javob beramiz.